Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buzruk bloger YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun esa ularning davomida fon rangi bilan ishlaymiz. Har qanday web sahifaning ko'rinishini chiroyli qilishda fon rangining o'rni katta. HTML elementlarida rang berish juda oddiy. Unga CSS yordamida erishamiz. CSS'da fon rangini belgilash uchun BigColor xususiyatidan foydalanamiz. Bu style atributi ichida yoziladi. Bu kod sahifa fonini chang-ko'k rangga o'zgartiradi. Bu yerda H1 sarlavhasi ko'k, P esa qizil tusda bo'ladi. Mana fon rangi sahifaga qanday ta'sir qilayotganini ko'rib turibsiz. BigColor bilan tanishdik. BigColor yordamida sahifani jonlantirish mumkin. Kelgusi darsimizda matn ranglari va chegaralar bilan ishlashni o'rganamiz. Video yoqtirsangiz obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing va izoh qoldiring.